Hammaga assalomu alaykum. Bugun Redmi ga qanday qilib G-Terskiga nastroyga qilishni o'rgataman. Xo'p, birinchi o'rinda sizlarga knopka bilan DPI. Xo'p, DPI sizlar 650 qilishlaring kerak. Agar 650 tushmasa 720 qilishlaring kerak. O'zim shaxsan Redmi Note 11 da o'ynayman. Hozirgi nastroykamda hammasini 00 qilib o'ynayman. Xo'p, sizlar knopkani 33 keyin 20 gacha, 33 dan 20 gacha qilishlaring kerak. Sensisiz. Bu siz knopkani buratasiz. Buratib ona qilasiz. Xo'p, sensiga kirsak, nastroykaga birinchisini 99 qilasiz. 99. Shunday 99 qilsangiz yaxshi headshot deyadi. Keyin agar bu tushmasa 38 qilib qo'yasiz. 38 da umuman head tegmaydi deganlarga bu head tegizdiradi. Ya'ni knopkani buratasiz. Aytganimdek, knopkani buratib o'ynaysiz. Hozir ko'rsataman. Knopkaga yaxshilab qarasangiz, buratib. Hozir mana shunday 70 masalan, 70 qilib knopkani buratyapmiz. Knopkani buratyapmiz. Yaxshilab qarang. Obunavalik esdan chiqmasin. Hop, mana knopkani buratyapmiz. Katta bo'lib ketganim uchun yaxshi aytdingiz, buratganimda. Knopka mana buralyapti. Hop. Endi esa navbat o'ynash, o'zlarining o'ynashlariga ham bog'liq. Yaxshi pro o'ynash bo'lsa